ma'rakalarni ixchamlashtirish bo'yicha ustozlarimiz fikri bilan qiziqdik. Assalomu Assalomu alaykum, yaxshi ustoz. yaxshi rahmat. Prezidentimiz qarorlardan xabarsiz to'ylarni ixchamlashtirish maromiy Albatta, loyihasi bo'yicha albatta 2025-yil 14-oktyabrda prezidentimiz boshchiligida o'tgan video selektorni diqqat bilan tingladik, eshitdik, tomosha qildik. Bundan qanday xulosa chiqaramiz? Shu jamiyatning ziyoli qatlami sifatida mana shu to'g'ri to'ylar bizni o'zbek xalqimizni asosiy qadriyatlariga, urf-odatlariga kiradi, lekin bizgacha yetib kelgan urf-odatlarga o'zimizni xalqimizdan qo'shimcha yana urf-odatlar qo'shyaptilar. Bular esa ko'p katta mablag'larni talab qilyapti. Men o'qituvchi sifatida nima demoqchiman? Mana shu mablag'larni farzandlarimizni ta'lim olish uchun investitsiya kiritsak, o'sha masalan to'y qilayotgan farzandlarimiz uchun uy olib berishimiz mumkin. Yoki mana hozir ko'p ajrimlarimiz 11% dan hozir agar statistika ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, 17% gacha ko'tarilgan. Bunga asosiy sabab o'sha oiladagi yetishmovchilik sabab bo'lyapti, mablag' yetishmoqchiligi. Mana shuni oldini olish maqsadida o'sha to'ylarga ketadigan xarajatni farzandlar kelajagi uchun uy, kerakli maishiy texnika vositalariga sarflansa, menimcha kelajakda urush janjallarni oldini olingan bo'ladi deb hisoblayman. Rahmat.